Barchaning ko'ngliga yaratuvchanlik hissi, bahoriy ko'tarinkilik baxsh etgan Navruz sayllari Jizzax viloyati bo'ylab davom etmoqda. Insonlar o'rtasidagi odamiylik, mehr-oqibat, o'zaro ishonch va sadoqat, saxiylik kabi fazilatlarni namoyon etib, barchani bir maqsad yo'lida birlashtirgan Navruz sayllaridan muxbirlarimiz xabar beradi. Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir shiori ostida o'tkazilayotgan bayram shodonalari viloyatimiz bo'ylab hukm surmoqda. Xususan, yangiobodliklar ham katta qiziqish, ko'tarinki kayfiyatda Navro'zi olamni nishonlashdi. Bayram munosabati bilan tuman aholisining turmush darajasini yaxshilash va mahallalarni obod qilish maqsadida ta'mirlangan Yangiobod shaharcha fuqarolar yig'inidagi Taraqqiyot ko'chasining qariyb 1 kilometr qismi ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Yangiobod shaharchasidagi umumiy uzunligi 3 kilometrdan ziyod bo'lgan 4 ta ko'cha tashabbusli byudjet orqali 1 milliard 750 ming so'm sarf etilib ta'mirlandi. Endilikda bu yerda transport vositalari hech qanday muammolarsiz tez va ravon harakatlanadi. Bu ko'chani ochilishi tumanimiz markazining aholisi uchun juda katta bayram bo'ldi. Ko'cha juda o'ydim chuqur, piyoda yurganda odamlarda oyog'i loy bo'lib, texnikalar ham juda abgor holatda mana shu ko'chadan o'tayotgan edi. O'zimizning fuqarolarimiz ham mana shunga befarq bo'lmasdan, mana shunday bir yaxshi ko'cha uchun o'zlarining ovozlarini berdi va ko'chamiz yaxshi holatga keltirildi. Minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu ko'chalarimiz doimo ravon, tekis yo'llar qurilaversin. Bizni aholimiz mana shundan xursand bo'lib yuraversin. Mana shunday tashabbuslardan yana biri tumandagi Xo'jamushken qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Mo'g'ol qishlog'ida amalga oshirildi. Aholining faolligi bilan tashabbusli byudjetning 2025-yilgi ikkita mavsumida 6 kilometr yo'l asfaltlashtirildi. Bir yilda 2 mavsum o'ynab, mana shu chiroyli asfalt yo'llarda yutib oldik. Bu xalqimizga xizmat qiladi degan umiddaman. Muhtaram yurtboshimizni mana shu tashabbusli byudjetni joriy qilganligi va mana shu tashabbusli byudjet orqali xalqning jipsligi, ma'naviyatini shakllanishi, yurtini obod bo'lishi, albatta yurtning obodligi kuchi, tayanchi ostonadan boshlanadi deyilgan. Qanchalik ostona toza, ozoda bo'lsa, yurt farovonligi shunchalik go'zal bo'ladi. Sharq xalqlarining qadimiy va ulug' bayramlaridan hisoblangan yangilanish shodiyonasi tuman markazida bo'lib o'tdi. Tantanada so'zga chiqqan tuman hokimi Navruz bu hayotga yangicha qarash, qalbni poklash, ezgulikka intilish ramzi ekanligini alohida ta'kidladi. Darvoqe, Yangiobod tumanida bugun 30.500 nafar aholi istiqomat qiladi. Asosiy mashg'ulot chorvachilik hamda dehqonchilik bo'lgan aholi xonadonlarida bog'dorchilik, sabzavotchilik va polizchilik plantatsiyalarini hamda naslli chorvachilikni rivojlantirish borasida samarali loyihalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari aniqlangan 516 nafar ishsiz fuqaroning 235 nafarining bandligi ta'minlangan. Har yili mana shunday bir o'zgacha shukuh bilan, Navruz sayllari bilan, sumalak sayllari bilan boshlanadi bizning qishloqlarimizda. Har bitta mahallada o'ziga xos urf-odatlari, qadriyatlari saqlanib qolgan. O'zbekistonning eng chekka hududi 176 kilometr chegara hudud hisoblanadi. Yangiobod tumanida qator islohotlar, qator yangiliklar, yangi loyihalar amalga oshirildi. Kambag'allikni qisqartirish borasida ishlar olib borildi. Har bir xonadonga ijtimoiy xizmatlarni joriy etdik. Bularning hammasi aholining kayfiyatini ko'tarishga qaratilgan. Navruz saylarida o'zbekona qadriyatlar, udum va an'analar, san'at namunalari, o'zbek milliy taomlari tortiq etilgan ko'rgazmalar, musiqiy dasturlar barchaga manzur bo'ldi. O'zaro mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlikni o'zida aks etgan bayram dasturida go'zal raqslar, ona vatan, milliy qadriyatlarimizni tarannum etadigan kuy-qo'shiqlar barchaga manzur bo'ldi.